Qani bismillah. Assalomu alaykum o'zbekistonliklari, YouTube kanal kuzatuvchilar, akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugungi chiqarilish akalar Namangan viloyati Uchqo'rg'ondan bo'ladi. Bir qadrdon ukam bor, Mahmudjon degan akalar. Xudo xolasa, Mahmudjon Namangan viloyati Uchqo'rg'onda Qozovo'l qishlog'ida turadi akalar. Mahmudjonda bugungi bir dehqonchasiga bir yaxshi ot bor ekan, to'y bor ekan, qo'l bolasiga akalar. Videodan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa Mahmudjon ukam chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazadi akalarim inshaalloh. Xo'p, hafta kuniga seshanba 2025-yildamiz, 2-dekabrdamiz akalar, xudo xolasa. Biz ma'lumotlarni olishni boshlaymiz. Mahmudjon aka, assalomu alaykum. Salomatlik yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Qiz yaxshimi aka? Xudoga shukr. Mahmudjon, xudo xolasa bugungi bitta to'yimiz-a aka? Qo'l bolasidan, ha? Men bu to'yda akalar o'tgan yili ko'rdim. Bo'ylari kichkina qulun to'y edi-da. Xudo xolasa bu yilga inshaalloh otib qolib desak ham bo'laveradi. Mahmudjon, aka bugungi sotuvga chiqaramiz-a buni? Xudo xolasa inshaalloh. Bo'ldi. Xo'p, uka unda buni ma'lumotlarini berishni boshlasak, yoshi qanday, bo'ylari necha qoladi? Buni bo'yi o'lchangan aka 1.60 plus. 1.60 oshib qo'shib bo'lsa, keyin o'lchab ko'rilaveradi. Xudo xolasa buni Qirg'izistondan bitta akamiz olib kelib bergan. Aniq zotini bilmayman. Zotini o'zimga, akamning o'g'liga atab kelgandik. O'zi buni sotishdan ham maqsad shu, akamning mazasi yo'q, operatsiyaga pul kerak, o'shanga bitta otini sotmoqchimiz aka. Bo'ldi aka. Xudo xolasa yaxshilikka ekan inshaalloh aka. Xudo xolasa menga bo'lgan bo'ladi. O'zingizda bor ekan, sotsa bo'laveradi aka. Xo'p, yoshi qanday aka buni? Yoshi 3 yoshga yaqin. Bitta tishini ko'rsatib qo'yaylik, maylimi aka? Hali hech kimda gumon bo'lib qolmasin. Bo'ldi. Akalar, mana shu to'y. Men ham tishlarini zo'r tushunmayman. Mana hali oziq-oziqlardan ham bunday darak yo'q akalar. Go'zal narsa, yaxshi narsa ekan akalar. Qarchig'aylari ham hamma yo'g'i ham yaxshi ekan. Mahmudjon aka, mingga aka? Mingga aka, o'zim yetirganman. Hozir qo'ying-da. Shu tomonga. Bo'ldi. Hozir shu yerni baylab olamiz. Bo'ldi aka. Bitta tizginlardan o'tkazib olsangiz, akalar, qiziqqan aloqa chiqinglar Mahmudjonga. Mana to'yimiz. Mahmudjon ancha bo'lib qoldi sizga kelganiga buni? Ha, 1,5 yildan oshdi. Ancha bo'lib qoldi. Kichkina qulun to'ylikda olganmiz. 2 yili nimada ko'rdik men buni? Bahorda ko'rganmiz aka. Shunaqa. Rossiyaga ketishimdan oldin nima qilib? Bunda ham bir yengil kichkina bolalarga menga qildim. Rossiyadan kelib o'zim menga qildim. Aha. Chiqaraveradimi? Ushlab turaymi yoki? Ya o'zim nima qilaman? Bizdan o'sha tek yuvosh. Ana jonivor tek turchi. Tek. Lekin akalar, to'y yaxshi narsa ekan. Ana. Jonivor. Chiroyli qilib yurgizib qo'yingchi. Endi kamchiliklari bor. Ha. Yurgizavering aka. Ana shu o'ng chapga nimasi bor? Nima deysiz ukam? O'ng chapi yaxshi. Rollari yaxshimi uka? Rollari yaxshi. O'g'illarim polvon qilaman deganlar uchun akalar. Endi mengacha bo'lgan, ha, mana zatlisi ham bor. Qo'ldan kelgancha tarbiya qildik. Qolganini shu keyingi egasi tarbiya qiladi, inshaalloh. Mahmudjon ukam sotish uchun olmagan. Shunchaki o'zi uchun uyda tursa bo'ldi. Mahmudjon ukam meni qadrdon ukam bo'ladi o'zimda. Shuning uchun olgan edi. Endi ozgina boshiga ish tushib sotadigan bo'lib qoldi. Aka keling, shu to'yda bir sotaylik deb nima qiladi, shuning uchun sotamiz akalar. To'xtatib qo'ying Mahmudjon. Bo'ladi aka. Bitta pastga tushib bir o'zini yetalab netib ko'rsatib qo'ysangiz ham mayli. Muhimi ustiga chiqaravergan-a? Aha. Muhimi shu akalar. Bo'ldi. Bitta choling-da bir yetalab. Qo'ldan kelgancha tarbiya qilganmiz. Nima deysiz ukam? Qo'ldan kelgancha tarbiya qilganmiz. Qolgan. Bo'ldi. Shu tomonga o'zini yetalab qo'ying uka, bir orqa oyoqlarini ko'rsataylik. Ana akalar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqinglar Mahmudjonga, xudo xolasa. Mahmudjon, uka bir narxini necha pul qo'yamiz uka buni? Endi narxiga keladigan bo'lsak aka, shu endi nima ham, qancha ham deymiz. Menga asosiy pul kerakligi uchun aka 2100 deyman. 2100 dollar. 2100 dollar. Chunki sal qimmat aytib qo'yib men kutib qoladigan holatim yo'q. Akaning operatsiyasiga pul kerak. O'shanga sotilayotgan narsa. Bo'ldi ukam. Akalar, xudo xolasa yaxshi narsa ekan, kelib ko'ringlar. Endi to'g'ri kamchiligi bordir. Balki narxini baland qo'yayotgandirmiz, balki past qo'yayotgandirmiz. Biz ham boricha qo'yapmiz akalar. Ko'ngilga o'sha narx o'tirdi, til ketdi, shu narx qo'yildi akalar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqinglar, manzilni qaytarib o'taman. Namangan Uchqo'rg'on Qozovo'l qishlog'idan Mahmudjon ukamizdan. Sizlarga aniqroq lokasiya qilib aytadigan bo'lsam, 11-maktab bor shu yerda. 11-maktabning yon berida 1 kilometr yo'q farq qilishi mumkin ekan akalar. Lekin to'y yaxshi narsa ekan. Xudo xolasa 7 ishtilari, sog'lomlardan bo'lmaydi uka. Xudo xolasa yaxshi, chotki. O'zimiz boyayotgan uyda shu 1,5 yildan beri boyayapmiz. Yaxshi ekan. Qo'l bola bo'lgan. Ha, qo'l bola. Hamma
to'rtta oyog'ini ko'targizaman, o'zim ko'taraveraman bemalol. Aha. Yuvoshliklardan muammo yo'q. Yuvoshlik yo'q, Kichkina ya. bolalardan mindiraverdimi uka? Mindiradi, ha. Bo'ldi. Endi shunchaki rolni ushlab ketamiz, qo'y ustida yuraveradi. O'zimiz jiyanim. Bo'laveradi. Akalar, qiziqqanlar aloqa chiqinglar, qo'ng'iroq qilinglar Mahmudjonga. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Boricha videoni qildik. Xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar. Mahmudjon, uka salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p.